Yevropa parlamenti 19 dekabr kuni Sharqi Turkistondagi kishilik huquq krizisi haqida qaror loyihasi ma'qullab, Yevropa ittifoqining ijroiya organlarini Xitoyning Uyg'ur rayonida sodir qilayotgan kishilik huquq dafsandachiligiga qarata kuchli harakat qilinishga chaqirgan. Mutlaq ko'p ovozning qo'llashida ma'qullangan qaror loyihasida Xitoy hukumatining tutqun qilishni to'xtatib, rayondagi barliq lagerni taqishi, tutqunlarni darhol qo'yib berishi, izdiraksiz yo'qolganlarning oqibatini e'lon qilishi, shundaqla Yevropa komissiyasining rayondagi kishilik huquqini dafsanda qilayotgan Xitoy amaldorlari qarta embargo mexanizmini ishga solishi talab qilingan. Bu qaror 2019 yili 11 oyda oshkorlangan yig'ilish lagerlari haqidagi maxfiy hujjat asosida chiqarilgan bo'lib, Xitoyning Sharqi Turkistonda atalmish terrorlikqa qarshi turish nomida elib berayotgan harakatlarining amaliyotda din va milliy kimlikka qarshi turish ekanligi tilga ilingan. Xudson institutida o'tkazilgan va Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan kishilik huquq tajovuzchiligi muzokara qilingan yig'inda Amerikaning qarshilik qilish kerakligi o'tirg'a qo'yildi. Yig'inga Amerikaning diniy erkinlik vakili Birumbek, Xudson institutidan Erik Beruvin, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Nuri Turkel va tadqiqotchi Adrian Zins qatorliqlar qatnashdi. Amerikaning poytaxti Washingtonda o'tkazilgan yig'inda Xitoyning Uyg'urlarga olib berayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklarini o'tirg'a qo'ygan mutaxassislar Amerika buningga sukut qilmasligi kerak dedi. YXX insonparvarlik yordam maxfiy Sharqi Turkiston musulmonlariga qilinayotgan zulmlarga diqqat tortish va ovozni anglatish uchun yurish faoliyati o'tkazildi. Sharqi Turkistonda faqat musulmon va turk bo'lganligi uchunla inson qalbidan chiqqan bu zulmlarga uchragan kishilarning ovozi bo'lish maqsadida o'tkaziladigan bu yurish faoliyati Istanbul Fatih jamiyatidan boshlanib, Bayazid maydonida oxirlashdi. Bugun ya'ni 20 dekabr juma kuni o'tkaziladigan bu faoliyatga necha minglagan kishining qatnashi mo'ljallanmoqda. Mesut Özilning Sharqi Turkistonni qo'llagan uchuri paydo qilgan inkoslar davomlashmoqda. Xitoy Özilning Uyg'urlarga qilinayotgan zulmlarga norozilik bildirganligi sababli uni PAS deb ataladigan danglik futbol o'yinining 2020 yilda Xitoycha nashrdan chiqarib etishga tayyorlanmoqda. Mesut Özil uchurda Sharqi Turkistondagi zulmni fosh qilish bilan birga musulmon dunyosining sukut qilishini ayblagan edi. Amerika Avam Palatasi Prezident Trump haqidagi huquqdan qalaymaqon foydalanish va parlamentning xizmatiga to'sqinlik qilish ayblashlari haqida ovozga qo'yish elib bordi. Huquqidan qalaymaqon foydalanish ahdnomasi 197 ga qarshi 203 ovoz bilan, parlamentning xizmatiga to'sqinlik qilish ahdnomasi 198 ga qarshi 229 ovoz bilan ma'qullandi. Amerika taratqullarining xabar qilishicha, Cumhuriyetchilar ko'p sonliqni egallaydigan Kengash palatasidimi 1-oyda bu vaqtda ovozga qo'yish elib berilishi mo'ljallanmoqda. Trump Avam palatasining bu harakatini Amerika qilingan bir hujum deb atadi.